ikkinchi bob. Bir qizga ming ko'z. 4-qismi. Bugun Xushxo'y qiz mijozim yo'q deganni bahona qilib, do'konga bormay, hujrasidan chiqmay yetib oldi. Amaliyotda uning mijozi yo'q emas, balki ko'ngli to'liq yerim edi. U o'yon o'rilib, buyon o'rilib, behlab yaram bo'layotdi. Quloq tövida bo'lsa, o'zini to'liqsiz 3-yillikdan boshlabla qo'g'lishib kelayotgan savoqdoshi Odilning gaplari yoravotdi. Meni kechir mehribon. Seni hil ham yaxshi ko'rma. Gerçi sen bilan beli o'tishmoq nasib bo'lmasimi? Lekin seningdek yaxshi bir do'stdan ayrilib qolganim yo'q. Sen to'limi aq ko'ngil, intayin tirishchan, esil bir qiz. Ammo sen bilasan, uyda dadamning degani hisob. Uydagilar yana 2-3 yil saqlab turishga chidab turolmadi. Seni uyingdagilarni xayol qilmading deb ayblamayman. Sendan og'rinmayman. Men to'y qilsammi, baribir to'ydan keyin baxtsiz bo'lib qolaman. Chunki bu to'yga qilchilik meylim yo'q. Shundaqla amalim yo'q. Sen bilan birga o'tgan kunlar, gerçi intayin qisqa bo'lsa-mu, ammo nihoyat ko'ngillik o'tgan edi. Meni kechir. Seni menga sig'inib aslayman, mehribon. Meni rostalik kechir. Bo'lsa, to'yimga qatnashib berasan. Adil tünügün yezliq bozordagi Barakat tamaxonasining ayrimxonasida onunğa shu gaplarni debla qizil toshliq to'y boqini ustalga qo'yibla beshini tuvan solgan peti ayrimxonadan chiqib ketgan edi. O ustal oldidagi taklifnomani ko'rib ko'zlariga ishonmayla qoldi. Bo'ldi, jinim do'stim. Bula ish bo'ldi. Endi men qilgan bilan o'rniga kelmaydi. Sizlar aralashqilimi uncha uzun bo'lmadi. Bir-biringlardan ayrilolmoqdek darajada oshiq mashhuqlarmi emas. Endi bo'lganda cho'nglardan og'rinishqim bo'lmaydi. Sen shunchalik qaysarg'u? Sabr qilgin. Balkim hayotlikning boshqacha o'rinlashtirishi bordu, jinim do'stim. Bo'ldi, yig'lama, sabr qil. Yaqin do'sti Arzugul bo'lgan ishlardan xabar topgandan keyin darhol kelibla onunğa shundoq tasalli bergan edi. Do'stining bergan tasallilarini o'ylab, azoblari sal pasaygandek bo'lsa-mu, lekin ko'zdan yosh to'xtamadi. Biroq nachora. Reallik shundoq tursa, qabul qilmay, ko'nmay ne amal. O mushu xiyollarni ko'lsidan o'tkazib, ko'zlarini chingada yumgancha uyquga ketdi. Xushxo'yning opsi qizning ko'nglini ayab, bu to'g'riliq hech qanday gap so'z qilmadi. Chunki opsi uning ko'nglining yana yerim bo'lishini xohlamaydi. O qizim vaqtning o'tishi bilan hammani unutib ketadi. Onun ustiga qizimiz shuncha chiroyli ham oq ko'ngil. Kelgusida qizimizga cho'qim texnik katta loyihalar chiqadi deb o'ylaydi. Xushxo'y bugun tamoqni noiti kam yedi. Apsi uning atrofida parvona bo'lib yurib, u eng amroq cho'chira etib berdi. Xushxo'y apsining o'zi uchun parvona bo'layotganligini ko'rib, ko'nglidagi azobni yushirib, chandurmasdan kulib turib tamoq yedi. O asli tamoqdan keyin Zulqarga uchur yo'llab, mijozi yo'q bo'lg'achqa, bugun kechdagi programmaga riyosatchilik qila olmaydiganligini deb qo'ymoqchi bo'lgan edi. Biroq u birdilla faqat telefon orqali xo'shallik topadigan Aqsu Avatdan tanha, Qashqar yegandan tanha bir kun, Turpan To'qsundan Berna,
Yani shuningdek, ko'plagan taqdirdosh do'stlarning bu programmaga qanchalik tashna ekanligini his qilib, Zulfiqarga uchur yo'llashdan ilgari xat sanduqiga chiqib, mazmunlarni biraqur anglab baxmoqchi bo'ldi. Merhaba, suyumlik anlıqçılar, turdaşlar. Her vaqtınlar xayrlik bolğay. Riyasatçı dostlarla Zulfiqar bugün mijazi yo'q bo'lish sababidan programmaga riyasatchilik qilmaydigan bo'ldi. Shunga sizlardan apu so'rab bu uchurni qoldirdim. Bugun Xushqo'yga atigandil uchur qilgan, lekin hozirgacha javob qaytmadi. Qaraganda Xushqo'y so'd ishi bilan bek aldirash o'xshaydi. Aramizda menga o'xshash chaqliq o'rindiqda o'tirib kun o'tkazdigan, shundaqla tan salomatiga o'xshashmagan darajada nurg'ulg'an meyib ojiz do'stlarimiz bor. Ularning hammasi tegidek faqat tur liniyasi orqali xushallik deb kelyotdi. Shunga barliq do'stlarning bugun kechda mazmun qoldirolmaganligimni to'g'ri tushunishini so'rayman. Nisb bo'lsa, ayt kechda davomli telefonim orqali sizlarga hamroh bo'laman. Xayr, salomat bo'linglar. Xushxo'y Zulfiqarning bu so'zlarini anglagandan keyin ko'ngil xafliqlarini bir chetga qayirib qo'yib, darhol xat sanduqiga so'z qoldirishni boshladi. Salam sizga, do'stim Zulfiqar, qanday ahvolingiz? Qarasam bugun ko'nglingiz yerimdek turadi. Amaliyotda hammamizning mushundaq chaqlar bo'lib qoladi. Siz doim meningdan tunimaydim degan naqshini chayxonlarda aytib berishni talab qiladingiz-ku. Shunga men bugun sizga salomatlik tilab, siz eng yoqtiradigan bu naqshini aytib bermoqchi. Yoqtirib anglag'aysiz. Men do'stingiz Xushxo'y. Tunimaydim seni burula, tunimaydim meni muhatta. Isming nima, o'rning qayerda? Bilishmaydik buni mu asla. To'g'dayman tunishdik bugun. Tunishtirdi bizlarni taqdir. Naqsha aytqash faqat sen uchun. Yar bo'ldi pok qalbim hozir. Dostum Zulfiqar, qanday ahvolingiz, yaxshi turdingizmi? So'zlaringizdan sal mijozingiz yo'qdek his qildim. Sizga desam, mening mushundaq mijozim yo'q chaqlarda jimjit o'ltirib muzika anglayman. O'tgan xushal kunlarni eslayman. Bo'lsa, yaxshiroq aramilang. Sizning yoningizda bizdek do'stlaringiz bor. Siz og'rib qolsangiz, bizga kim isil mazmunlarni o'qib beradi? Sababi biz sizga muhtoj. Esingizda bo'lsin, siz faqat o'zingizga taba emas. Siz hammamizning Zulfiqari. Sizga salomatlik tilab, do'stingiz Tanho. Sizlar yaxshimisizlar? Men ko'rlik xo'jandan do'stingiz Zilayat. Salom sizga do'stim Zulfiqar. Qanday ahvolingiz, yaxshi turyapsizsiz? Qaragan charchab qolgan o'xshaysiz-a? Qarang, siz nima degan baxtlik-a? Hamma do'stlar sizni bek yaxshi ko'radi. Salomatligingizning balduroq asliga kelishini umid qilamiz. O'zingizni ko'p asrang. Sizning bir parcha she'ringiz bor-di. Men bek yoqtirgan edim. Bugun mushu she'ringizni deklamatsiya qilib beray-ya do'stim. Hayot qo'yni bir go'zal jannat. Var uningda mehri muhabbat. Amonatdir har kimga hayot. Qadrlasang quchsan nusrat. Danishmanlar nasihati bu. Qo'g'lashmagan rohat farog'at. Pak yashashdir hayot nizomi. Uzab kessin bizdan nadomat. İnsan bo'lib turmush qo'ynida yashamoqning o'zi bir omad. Mehri shafqat kuyiga to'lab o'tayli biz berib muhabbat. O't ketdi. Yey, nega o't ketdi deymizlar? Turpan pichandiki yiqqin do'stim Zulfiqar qizib qopdi-ki, bu qiziqni barliq to'rdashlarga yuqib, mana to'rg'im o't ketibdi. Pah. Nima degan go'zal tilaklar, nima degan yiqimliq naqshalar bu? To'rdashlar, sizlar bizning do'stlik mehrimizdan ta'sirlanmadinglarmi? Bilsam bilmasam do'stimiz Zulfiqarni qizitmasi yenib, salomatlik aslik kelib butunlay saqib ketdi-ku deyman, ha?
Undaqda növbətdəki minutlarda mən sözlügən yomurdim. Dostumuz Zulfiqar hicarab, iğzi qıfılıqığı yetkey. Mən bir yomur dep bireyim ha. Muşu qar yaqqan günlərinin birdə İsamkan bir sorundan məst qaytıb qaptı da. Yolda ketib berib, şunun bilan qadı tiyilib ketib gülüb, yıqılıb düşüb, özünün putuğu qıydab qaptı bu adam. Meni көтөрәмәй yıqılğan dikin yete. Mən qopmasam mangınını bir görey. Meni götüremegen dikin toya. Vay. Dep yazsa mayaqta bir məs, şepkisi maymaq, iğzıdı tamaka, nakşı yetip kep kaptı de. Güldeste, 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 güldeste. Depli kilip, kömey yediyatqa İsamkamның qoluğa dəsti ötəp ketipti de, yeni nakşısını davamlaştırıptı. Güldeste, güldeste. Dep ketip alsa, İsamkam aç çıkıdı bişini kötürüp, közünü alaytip qarab, güldeste emas, bulmay qaldı, may qulamğı çingdesse. Dehqonlar şatlығы to'ri tilg'a ilinsila. Hamma to'rdoshlar degudek Qashqar viloyatining Yakan nahiyasidan yana bir talantli yigitni yodiga elishidi. U bo'lsa-mu tanho bir kitnomidagi do'stimiz Mutallibjon Qovul. U har xil yosh qoram, har xil xarakterdagi kishilarni ustalik bilan do'rab, hammaylanga kulki ato qiladigan she'r va naqshi yumurlari bilan to'rda keng tonilgan edi. Biz buningdan keyingi bayonlarda Erxonni tanho, Mehribonni xushxo'y deb ataganimizdek, Mutallibjonni to'rdagi nomi bilan tanho bir kut deb olmoqchimiz. Xushxo'y nemishqidir bu kecha to'rdoshlarning qoldirgan mazmunlarini anglab, cho'nqur xayollarga cho'kib ketdi. Chaqliq o'rindiqda o'ltirdigan turpan pichandan Zulfiqar Aqsu avatdan tanhalarni ko'z oldiga keltirdi. Mana qizg'arliq yumurlar bilan barcha to'rdoshlarni kuldirib, kayfiyatni yuqori ko'tarib etgan tanha bir kutning shuncha jo'shqin xarakterdan hech kim uni bir meyib bola deb o'ylamaydi. Gerçi yo'riq dunyoni ko'rishdan mahrum qilib, o'zi yo'riqlikqa ham boshqalarning xushsallik ato qilishiga muhtoj bo'lib tursa-mu, bu dunyoda hech qanday g'am andishisi yo'qdek, barliq azoblarni unutib, boshqalarga xushallik ato qilib, umid beg'ishlash naqadar qaltis, naqadar ulug' ish ha. Xushxo'y o'z beshiga kelgan kunlarning ashu to'rdoshlar taqdirga qaraganda hech qancha azob emasligini cho'nqur his qilib yetdi. Hamda ularning qaysar irodasiga chin yuragidan qoyil bo'ldi. Xushxo'y xat sanduqiga mazmun qoldirgandan keyin uning naqshisini anglagan Nur Ali uningga darhol telefon qildi. Bu chog'da Xushxo'yning kayfiyatimi xeyla yaxshi bo'lib qolgan edi. Boshqalarga shuncha yaqinlik naqsh aytib berdi ekansiz-ku, menga bir qatim ayrim naqsh aytib beray deb baxmadingiz. Men naqshamni bekorga aytmayman-jimu? Ha, shunday deyishingizni bilatdim. Ma'qul, talab qilay, mehmon qilay, qandoq? Bak qiziqchimu siz. Siz ya mening oshiq yigitim bo'lmasangiz, atayin naqshamni anglash uchun Turpandan Aqsuga kelib mehmon qilamdingiz. To'la achchig'imni keltirmang, ha? Oshiq emas deb kim deydi? Necha vaqtdan beri to'rda siz bilan bekodan mushoira qilishibdi-manda. Bo'ldi Nurali. Chaqchaq qilmang-a? Chaqchaq qilmadim. Acaba sizga bo'lgan ko'nglimni ozroqmi his qilmadingizmi?
Xushxo'y bu so'zlarni anglab jimjit turib qoldi. U burun Nuralini faqatla tordosh do'st deb o'ylaydi. Ayrim xonlarda paranglashganda uni eng yaqin ko'rib, ko'nglidagi hamma gaplarni deb beradi. U texi o'tgandala uningga tuluqsiz o'tira maktabda birga o'qigan bir savodishining o'ziga ko'ngil izhor qilib yurganligini. Gerçi onunğa rasmiy turda ma'qullik bildirmagan bo'lsa-mu, ammo anda-sanda aloqalashib kelayotganligini deb bergan edi. Endi tuyuqsiz izhor qilingan bu ko'ngil so'zlari onunğa savoddishi Odilni ham tunugungi ko'ngilsizlikni yodiga silib qo'ydi. Buning bilan u o'zini tutib olmay yig'lab ketdi. Nim bo'ldingiz? Yig'layapsiz? Xafa bo'lib qoldingizmi? Bo'ldi, xafa bo'lmang. Mendan ranjib qolgan bo'lsangiz kechiring. Yo'q. Yo'q Nurali, undaq emas. Bilamsiz, mening ko'nglim beli yerim. Adil o to'y qiladigan bo'ldi. Oldimizdagi juma kuni to'yi bo'lmoqchi. Onun öydekilleri pek aldıratqaşqa. Bizgi saqlab bulolmaptı. Şunu tönögünden özümni sadıla tutololmadım. Voy, mush ishmidi? Sizdek shunchola yaxshi bir oq ko'ngil qizni tunmagan odamlarning nariga tortishatdingiz. Bo'ldi, yig'ilmay xo'sh bo'ling. Yeningizda mana men bor-ku. Siz uchun jondan kechiman. Bo'ldi yig'lamang. Qarg'anda taqdirning o'rlashtirishi shu o'xshaydi. Bilamsiz, asli sizga demay degan edim. Tunogin sizga pochtadan bir xat silvatdim. Yana 5-6 kunlarda boramdikin. Men asli buni sizga oshkorlamay maxfiy tutay deb o'ylagan. Sizga tuyuqsizlik xat yetib olgandan keyin xatimni o'qisa, mening ko'nglimni tushunar deb. Amaliyotda bizning paranlarimiz zodi tugmaydi. Siz bilan har qatim paranglashsamlar, hammani men unutib ketaman. Bilamsiz, men ko'rishni eng xohlamaydigan ish dal sizning azoblanib yosh to'kishingiz. Xushxo'y Nuraliga zodi nima deb javob berishni bilolmadi. U azaldan Nuralini o'zini yaxshi ko'rdi deb o'ylab baxmagan edi. Onunga o'xshash xushchaqchaq bolalarning cho'qim muhabbati bor deb o'ylaydi. Nuralining parang temisini boshqa joylarga yutkishi bilan Xushxo'yning kayfiyati bara-bara ichilishga boshladi. Ular shu tariqada birer soatdan ortiq paranglashgan bo'ldi. 3 kun o'tib ketdi. Bugun Odilning to'y kuni. Xushxo'y do'konga kelib bu ishni shuncha o'ylamay desimi, ammo yanala o'ylamay tura olmadi. Hadisla uning ko'zlaridan yosh agitdi. U to'rga chiqib baxdi. Lekin nemishqikin uncha xushal bo'la olmadi. Choyxonalarda turdoshlar bilan paranglashishga ro'yi bormadi. Texi yarim soat ilgirla yaqin do'sti Arzugul uningga telefon qilib, kayfiyatini yaxshi tutishni, o'zining tushdan do'konga o'dil bordiganligini, ondan boshqa qiz savoddoshlar bilan to'y bo'lgan restoranga belli bordiganligini qayta eslatgan edi. Uning taniqlari shu qadar eg'ir edi. U o'zining to'y bo'layotgan marika zaliga kirsa, qandoq bo'lib ketadiganligini, qandoq holatda turadiganligini tasavvur qilolmaydi. U ana shu xiyollar bilan o'ltirganda do'konga 30 necha yoshlar chamasidagi bir pochta xodimi kirib keldi-da, uningga xat kelganligini hamda imzo qo'yib berish kerakligini aytib, imzo qo'ydirib chiqib ketdi. Xat Turpon Pichandan Nuralidan kelgan edi. U shuncha mayus holda xatni avaylab ochdi. U bir necha parcha xat ichidan chiqqan 2 parcha rasmga qarab, danq etib turib qoldi.
Rolarga Maryamgul Xushxo'y, Yusufjon Abdurahmon, Abduquddus Mattursun, Mutallibjon Qovul, Valijon Eli qatorliqlar ovoz bergan.